Assalomu alaykum aka ukalar. Darvoz Xumarvoz aka ukalar. Hamma tinchmi? Makonlarni ham olachasini qo'shdik. Bugun bu ham kecha bir tuxum tug'di. Xo'rozam makonlarni bosyapti, zo'r bosyapti. Aka ukalar, Xo'rozam Ilyosbekdan kelgan juja. Qozog'istonda 6 marta chempion bo'lgan Bardo o'yini pryamoy o'g'li bu. Doktor Ilyosbekdan kelgan. Oldingi safar uncha nimasini keltirmagandik. Yaxshi qilib. Bu safar yaxshilab tushuntirib o'tyapmiz. Chempion qonidan. Aka ukalar. Endi shu 6 tasi ko'pmi, ko'p emasmi aka ukalar? Bizdan katta aka ukalar. Kommentariyada yozinglar. Yosh jo'ja xo'rozimizga ko'p bo'lsa bitta ikkitasini olamiz. Bo'lmasa yuraveradi. Hammasini bosyapti. Zo'r qilib. Shunga bularni nimasini endi boshida tug'anlarni o'zimiz bostiramiz, ochtiramiz, xudo xolasa nasib qilsa. Bu chempion qonidan boshda o'zimizga ochtiramiz. Hozir to'qlarimiz tug'yapti. Qo'rq bo'lsa to'qqa bostiramiz. Xudo xolasa oldimiz qish. Jo'ja ham zo'r kelganidan uy soldi. Zo'r bo'lyapti. Aka ukalar, videolarimizda xato kamchilik bo'lsa uzr. Oldindan uzr so'ramiz. Hali xom joyimiz ko'p. Yaxshi bo'lishga harakat qilamiz. Makonlarni bu ham tug'sa, endi 4 tasi tug'yapti. Yig'ib bosiramiz, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, qiziqqanlarga ham berishga harakat qilamiz. Makonlar ham hammasi tulab chiqdi. Mana bu oq makonni qo'shdik bugun. Bu ham kecha bir tuxum tuqqan ekan. Qo'shdik. Endi bu yerda hozircha bu bittasi yeyotganda, hozir yemayapti. Suvga kalsiy duch qo'shib beryapmiz. Balkim kalsiydanmi? Bilmadik endi. Sog' salomat bo'lasizlar aka ukalar.